Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli tanlov komissiyasi a'zolari hamda ishtirokchilar. Bugun 11-iyun kuni Angor tuman hokimligi tomonidan e'lon qilingan Angor tumani Xo'jayli mahallasida tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha hokim yordamchisi vakant lavozimi uchun tanlovning suhbat bosqichi bo'lib o'tmoqda. Bu lavozimga vakansiya Argus platformasi orqali jami 45 nafar nomzod hujjat topshirgan bo'lib, shundan 20 nafar nomzodning malaka talabi to'g'ri kelmagani uchun qaytarilgan. Test bosqichiga 25 nafar nomzod o'tkazilgan. Ushbu 25 nafar nomzoddan 8 nafari test jarayonlarida qatnashmagan. 17 nafar ishtirokchidan 7 nafari tanlov nizomida ko'rsatilgan, ya'ni 56 balldan past ball olganligi uchun keyingi bosqichga o'ta olmagan. Test bosqichidan 10 nafar nomzod o'tgan. Ular demak, Zayniyev Ramziddin Ramazonovich, Daminov Ismoil Toshtemirovich, Jo'rayev Jaloliddin Yo'ldoshoğlu, Boboqulov Erkin Gulmuratovich, Nazarov Ulug'bek Uktamovich, Bekkelov Dilmurod Shaydullayevich, Jo'rayev Yo'ldosh Norqobilovich, Yo'ldoshev Javohir Jumanazar o'g'li, Mavlyanov Baxtiyor Ishqobilovich, Abirov Sohib Norqobilovichlar o'tgan. Hozir ushbu nomzodlardan 5 nafar nomzod ishtirok etyapti. Daminov Ismoil Toshtemirovich, Boboqulov Erkin Gulmuratovich, Musarraf Ulug'bek Uktamovich, Yo'ldoshev Javohir Jumanazar va Abirov Sohib Norqobilovichlar ishtirok etishmoqda. Hurmatli nomzodlar, endi komissiya a'zolari bilan tanishtirib o'taman. Demak, Yo'ldoshev O'ktam Xudoyqulovich tuman hokimining birinchi o'rinbosari, Qurbonova Guljohan Rustamovna tuman hokimining til masalalari bo'yicha maslahatchisi, Aliqulov Shahobiddin Safarovli tuman hokimligi bosh yuristi, Kuchkarov Sanjar Baxtiyorovich tuman iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'ining birinchi o'rinbosari, Jo'rayev Farhod Rustamovich tuman hokimligi devonxona bo'limi mudiri va men Gumanov Afshon Tursunovich Angor tuman hokimligi tashkiliy kadrlar bo'limi rahbariman. Demak, endi navbat asosida suhbatimizni o'tkazib olsak, birinchi bo'lib Daminov Ismoil Toshtemirovich qoladi. Qolganlar Qashqarda kutib tursa, navbat asosida suhbatni o'tkazib oladi. Marhamat, nomzod. Assalomu alaykum. Hurmatli nomzod, marhamat. Qisqacha o'zingiz haqingizda ma'lumot bersangiz. Men Daminov Ismoil Toshtemировich 1980 yil ikki Angor moliya tezkorligi dastlab ish faoliyatimda Angor tumanidagi Angor maxsus o'g'irlanish ochiq aksiyador jamiyatida boshlaganman. Undan keyin Angor tumani qurilish va kommunal xo'jalik kasb markazida ishlaganman. Ish faoliyatim tizimida Angor tumani bandlik mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish bo'limida inspektor va boshliq lavozimlarida ishlaganman. Rahmat, hurmatli nomzod. Marhamat, sizga hozir random dasturi orqali 5 ta savol yo'llanyapti. Ushbu savollarga ketma-ketlik asosida yoki tayyor bo'lganingizda birinchi bo'lib javob berishingiz mumkin. Har bir savollarga 2 daqiqadan vaqt ajratilgan. Marhamat. Yo'q, u yoqda boshqarilyapti. U Hindiston boshqarilyapti. O'qib eshittirasiz, bitta javob berasiz. Tayyor. Birinchi hamma savolni o'qib bersangiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 3 dekabrdagi FK birinchi sonli qaroriga muvofiq hokim yordamchisi tomonidan tavsiya beriladigan kredit, subsidiya, grant va moddiy yordam turlarini eshitdi. Birinchi yalpi milliy mahsulot, nima u? Uchinchi hokim yordamchisi faoliyatini qo'llab-quvvatlash jamg'armasi tashkil etish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori qachon qabul qilingan va mazmuni nimadan iborat? Orif aka, kechirasiz, Orif aka. Savollar hammasi o'qib nima qiladi? Birdan o'qib javob berib ketaversa.
Vaqt. Yaxshi tushunaman. Vaqt nuqtai nazaridan mayli. Boshlayverishingiz mumkin. Qaysi tayyor bo'lsangiz o'qib ko'ring. Hurmatli nomzod, tayyormisiz? Javoblaringiz bormi? Tayyor. Qaysi savolga javobimiz tayyor bo'lsa deydi. Nomzod vaqt deyapti, u berilgan vaqt. Qaysiga qanaqa javobimiz bo'lsin, berishimiz mumkin. Yo'q. Ko'p savol. Rahmat. Sizga nomzod. Marhamat, keyingi nomzod demak Boboqulov Erkin Gulmuratovich. Boboqulov Erkin. Yo'q, bo'lyapti. Marhamat. Hurmatli nomzod, marhamat, o'zingiz haqingizda qisqa ma'lumot bersangiz. Boboqulov Erkin Gulmuratovich, 1982 yil Angor tumanida tug'ilganman. Ma'lumotim oliy. Aylandim, ishlarga aylandim. Hozirgi kunda ta'lim sohasida ishlayapman. Marhamat, hurmatli nomzod, sizga random dastur orqali 5 ta savol yo'llanyapti. Ushbu savollarga ketma-ketlik asosida yoki tayyor bo'lganingizda birinchi bo'lib javob berishingiz mumkin. Marhamat. Birinchi savol: hokimiyat adamsi mahallada ishlash tizimini amalga oshirish maqsadida tender daftarlari qaysi vaqtlarda ularni tashkil qiladi?
Hokim yordamchilar ona banklar bilan, banklar bilan. Tijorat banklarini asosan davlat tashkilotlarini tegishli tartibda ishg'ol boradi. Biz hokim yordamchilar faoliyatini qo'llab-quvvatlash va hashtag vazirlarni qaror iborat. Hokim yordamchilar faoliyatini qo'llab-quvvatlash jamg'armasi 2021 yil qabul qilingan, taxminan 2021 qabul qilingan va uchinchi savol, mahallabay tizimi deganda nimani tushunasiz? Mahallabay tizimi bitta mahallada Almaniya qaror yuzasidan aholi soni bo'lishi mumkin, tadbirkorlar bo'lishi mumkin, yoshlar ma'lumotlar to'plab mahallabay tizimida tadbirkorlar, aholi, temirtaqdagilar, yoshlar pasportni shakllantiradi. Mahallabay tizimida hamma ma'lumotlarni jamlab tizimda shakllantiradi. Hokim yordamchisi tomonidan urug'lar va ko'chatlar sotib olish uchun qancha miqdorda subsidiya ajratish belgilangan? Hop, hokimiyat ko'chat sotib olishni subsidiya ajratish belgilangan. Kreditlar, grantlar, subsidiya ajratish belgilangan. Hokim yordamchisi tomonidan bazaviy hisoblash miqdorining 10 baravarigacha ajratilgan, belgilangan. Mahalla dreyveri deganda mahallaning bironta umumiy mahallaning ko'rsatkichlari bo'yicha o'sish sur'atlari tushunadi, o'sish sur'atlarini. Hurmatli nomzod, random dasturda savollarga javoblaringiz, yana qo'shimchalaringiz yo'qmi? Marhamat, kimda komissiya a'zolari, kimda savollar bor? Yuristi shartnoma qilyapti. Investitsiya shartnomasi haqida Investitsiya endi davlatga tashqi tomondan mablag' kiritadigan tadbirkor deb tushunaman. Endi tashqi tomondan boshqa davlatga sarmoya mablag' ajratadigan Tashqi ishlar vazirligi tomonidan boriladi shartnomalar. Ma'lumotim shu, boshqa ma'lumot. Marhamat, yana kimda savol bor? Komissiya a'zolari, boshqa savollar yo'qmi? Savollar bo'lmasa, hurmatli nomzod, suhbatda ishtirok etganingiz uchun rahmat. Bizning suhbat natijalari shaxs kalitimizga yuboriladi. Rahmat. Sizlarga rahmat, e'tiborlaringiz uchun. Nesterov Ulug'bek Rustamovich, keyingi nomzod. Ikkita ishlarni tushadi. Kechirim kelmagan. Marhamat, hurmatli nomzod. Yig'ilashimiz mumkin. Hurmatli nomzod, marhamat, o'zingiz haqida qisqa ma'lumot bersangiz, savol bo'lgan. Nesterov Ulug'bek O'ktamovich, Angor tumani tug'ilganman, ma'lumotim bor. Bugungi kungacha 2025-yil 30-may kunigacha Eronbog' mahalla fuqaroligimda mahalla raisi lavozimida ishlagan.
Marhamat, hurmatli nomzod, sizga random dastur olib borib, 5 ta savollar yo'nalib, ushbu savollarga ketma-ketlik asosida yoki tayyor bo'lganingizda birinchi bo'lib javob berishingiz mumkin. Har bir savolga 2 daqiqadan vaqt qo'yilgan. Uchinchi savolda hokim yordamchisi tomonidan yengil konstruksiyali issiqxonalar o'rnatish uchun qancha miqdorda subsidiya ajratish belgilangan? Hokim yordamchisi tomonidan sudgacha bo'lgan issiqxonalar qurishga kredit ajratadi. Shunga boshqa hozirgi kunda narxi qancha aniq o'zini tushunmasdim, lekin uchinchi bir so'mgacha subsidiya ajratib berishi belgilangan. Uchinchi savol. Bir so'mdan bir so'mga subsidiya ajratishi belgilangan. Temir daftariga qanday toifadagi oilalar kiritiladi? To'rtinchi savol. Temir daftariga aholining eng past qatlamida bo'lgan ehtiyojmand oilalar kiritiladi. Bunda aholi yetiligi tomonidan, keyin sektor rahbarlari tomonidan o'rganish olib borilib, kriteriyalarga, mezonlarga to'g'ri kelgan taqdirda temir daftariga kiritiladi, albatta. Temir yordamchisi tomonidan sug'orish vositalarini xarid qilish uchun qancha miqdorda subsidiya ajratish belgilangan? Temir yordamchisi tomonidan sug'orish vositalarini xarid qilish uchun unga mashaqning 3 baravari miqdorida subsidiya ajratish belgilangan. Birinchi savol. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 dekabrdagi protokolsi birinchi son qaroriga muvofiq hokim yordamchisi tomonidan tavsiya beriladigan kredit, subsidiya, grant va moddiy yordam turlarining ishlab hokim yordamchisi tomonidan beriladigan kredit, subsidiya miqdori turlari. Buraya götürdük. Bilmek gerekir. Hokim yordamchisi tomonidan beriladigan moddiy yordam turlari shu biznesga birinchi qadam degan dasturi bo'yicha yordam beradigan turlari mavjud. Bundan tashqari o'zining 7 yo'nalishi bor. Hokim yordamchilarining asosiy vazifalari belgilangan. Aholini doimiy daromad manbayiga ega bo'lmagan aholini tadbirkorlikka, kasb-hunarga o'qitish choralarini ko'rish, undan keyin mahalla hududidagi bo'sh yer maydonlarini, binolarni belgilangan tartibda auksionga chiqarish. Ikkinchi nimasi Kreditini ayting, savolga javob. Beriladigan kredit turlari va subsidiya grant turlari. Faoliyatini gapirasiz. beriladigan subsidiya yuqoridagi savolda ham misol keltirilgandi. Bu subsidiya, ajratiladigan subsidiya
agar issiqxona yengil konstruksiyali Yo'q, o'sha turlarni issiqxona so'rayapti-da, o'sha masalan issiqxona. Masalan ishlab chiqarish deydi. issiqxona yo'nalishiga Yo'nalishlar. yo'nalishlardan shu issiqxona nimaga panika yo'nalish keyin a, xizmat ko'rsatish yo'nalishiga bu chiqaradi kredit undan tashqari a, tadbirkorlikni rivojlantirish uchun firma yatdi yoki oilaviy korxonalarga aylana mablag' uchun ham kredit chiqaradi. Yani yo'nalishlardan o'zingiz band qilgan qilish asosida tikuvchilikka, issiqxonaga, xizmat ko'rsatish sohalariga kreditlar chiqaradi yo'nalishlar. Masalan, parranda, chorva ularga chiqarmaydi. Asalarichilik, Chorva chorva, hammasi 1.39 ko'rsatilgan. Bir oila bir tadbirkor krediti Har bu. bir oila. Biznesga bo'linib chiqadi. O'sha turlar. parrandachilik, asalarichilik, chorvachilik, keyin issiqxonachilik, issiqxona bilan shug'ullanadiganlarga shunday yo'nalishlar kreditlar ajratish Beshinchi savol qolyapti. aholi bandligini ta'minlash borasidagi mavjud yo'nalishlar nimalardan iborat? Aholi bandligini ta'minlash bo'yicha mahalla erkinligi tomonidan vakolat doirasida ishlar olib boriladi. Aholining xonadoniga borib, sharoitlar o'rganiladi. Bu bandlikni ta'minlashdan oldin o'zini iqtidori va qiziqishiga qarab o'qishlarga yo'naltiriladi. Kasb hunarga o'qishga yo'naltiriladi. O'qishdan keyin sertifikat olgandan keyin o'sha o'zini yo'nalishi bo'yicha sertifikatini olgandan keyin imtiyozli kreditlar ajratish orqali bandligi ta'minlanadi aholi. Demak, hurmatli nomzod, referendum dasturdan berilgan savollarga javoblaringiz shu. Boshqa qo'shimchalar bor? Shu qisqacha shulardan Marhamat, qani hurmatli komissiya a'zolari marhamat savol berishlaringizni nomzodga. Nomzod mendan savoli O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi 12 son qarori bor. Qarorga ko'ra kelib tushgan hujjatlar qancha muddatda ro'yxatga olinishi kerak? kelib tushgan hujjatlar ariza Umumiy hujjatlar qancha vaqtda hisoblanadi? Registratsiya qilinishi kerak. registratsiya qilinishi kerak hujjatlar 3 kungacha bo'lgan oraliqda kelib tushgan hujjatlar registratsiya qilinadi. 15 kungacha bo'lgan oraliqda javob xati jo'natilishi kerak. Agar qo'shimcha muddat talab qiladigan bo'lsa, 15 kundan 1 oygacha cho'zilishi mumkin. Rahmat, nomzod. Yana kimda savollar bor? Hurmatli nomzod, lider bilan rahbar o'rtasidagi farqni aytib Lider bilan rahbar o'rtasidagi farq. Unda lider bo'lishi mumkin. Endi lider rahbar degani emasda, u lider har kim bo'lishi mumkin. O'zini yo'nalishi, o'zini sohasida. Jamoada lider bo'lishi mumkin. O'zini jamoani yetaklaydigan, tortadigan lider, o'zini sohasi bo'yicha jamoani tortadigan lider bo'lishi mumkin. U lider rahbar, agar rahbar ham lider bo'lishi mumkin. Endi u rahbar degan lider, shu lider deganimizda shu farqi nima uchun rahbar? farqi endi ularni nima deydi, o'zini yo'nalishi, o'zini bir tanlagan yo'li. Yo'q, o'sha tanlab bo'lgan. Rahbarlik qilish kerak. Rahbar o'zini korxona tashkilotida o'zini rahbarligi bilan faoliyatini davom ettiraveradi. Lekin
Bu lider bu jamoani tortadigan, o'ziga ergashtira oladigan, o'zini fikrlarini bemalol namoyon eta oladigan, nimaga xodimlarga o'zini harakatchanligi bilan motivatsiya bera oladigan inson lider bo'ladi. Rahmat, hurmatli nomzod. Demak, sizga bugungi suhbat jarayonida ishtirok etganingiz uchun rahmat. Suhbat natijalari sizning shaxsiy karomatingizga bo'ladi. Rahmat. Rahmat. Yo'ldoshev Javohir Jumanazar o'g'li. Marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli nomzod, marhamat, o'zingiz haqingizda qisqa ma'lumot berib o'tsangiz. Assalomu alaykum, hurmatli. Men Yo'ldoshev Javohir 1994-yil Angor tumanida tug'ilganman. 2022-yil Termiz davlat universiteti iqtisodiyot fakultetini tamomlagan. Oxirgi ishlagan ish joyim bu yoshlar yetakchisi bo'lgan mahalla. Marhamat, hurmatli nomzod, sizga random dastur orqali 5 ta savol berilgan. Savollarga ketma-ketlik asosda yoki tayyor bo'lganingizda birinchi bo'lib javob berishingiz mumkin. Har bir savollarga 2 daqiqadan vaqt ajratiladi. Marhamat, boshlashingiz mumkin. Hop, birinchisi hokim yordamchisi tomonidan yengil konstruksiya issiqxonalar o'rnatish uchun qancha miqdorda subsidiya ajratish belgilangan? Bunda adashmasam mahalla kesimida mahallada o'sha bir kishiga o'rtacha 1 sotix 11 million so'm subsidiya ajratish belgilangan. Ikkinchisi hokim yordamchisi mahallaviy ishlash tizimini amaliyotga samarali joriy etish maqsadida temir daftar kiritilgan fuqarolar bilan ishlashda qaysi vakolatli davlat tashkilotlari bilan hamkorlik qiladi? Bunda hamkorlik qiladigan bu yoshlar siyosatini olib boradigan yoshlar ishlari agentligi bilan hamkorlik qiladi. Ayollar daftarida xotin-qizlar bo'limi bilan hamkorlik qiladi. Hokim yordamchilari faoliyatini qo'llab-quvvatlash jamg'armasini tashkil etish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori qachon qabul qilingan bo'lmasin? 2020-yil 3-dekabrda adashmasam shu qabul qilingani tadbirkorlikni rivojlantirish yo'nalishida qabul qilindi. Ikkinchisi, vijdon erkinligi tushunchasi qanday ma'noga yetadi? Vijdon erkinligi tushunchasi bu qonunan agar olib qaraydigan bo'lsak, qonun tomonlama ham o'sha bir inson erkinligiga belgilab berilgan konstitutsiyalarda ko'rsatib o'tilgan ustun erkinligi. Onlayn mahalla platformasi haqida gapirib bering. Onlayn mahalla bu platforma asosiy yaratilish maqsadi o'sha mahalla yetkazilishini yanada ishini oldinga siljishi va oldingiga nisbatan qog'ozbozliklarni kamaytirish, ya'ni har bitta o'sha platformani o'zida har bir mahalla fuqarosining o'ziga tegishli o'sha nechanchi yil tug'ilgan, qayerda ishlagan yoki o'sha qayerda o'qishda o'qigan 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan ma'lumotlar bor. Onlayn mahalla platformasida
hokim yordamchilarimiz, yoshlar yetakchisi, xotin-qizlar munosib ishga olib boradi. Rahmat. Marhamat, hurmatli komissiya a'zolari, qo'shimcha savollar. Mana siz aytyapsiz, hokim yordamchisi mahallaga ishlash tizimini ayollar bilan yoshlar birgalikda hamkorlik qiladi. Ha. Boshqalar qilmaydi, shu ikkovi hal qiladi. Mana ikkinchi savol o'qidingiz-ku. Hokim yordamchisi. Qaysi davlat tashkilotlari bilan hamkorlik qiladi deganda, xotin-qizlar va yoshlar. Ha, yo'q. Unda qo'shimcha kiritsa bo'ladi. Unda banklar bor, masalan, kreditlar qilish uchun subsidiya, boshqa o'shanga o'xshagan hokimiyat Bor yana. Prezidentimiz yaratib berib qo'ydi-ku 7lik deb. Nima ularni qo'shmayapsiz? Ikkovini qo'shyapti. 5tasi ijtimoiy himoya, soliq tizimlari. nimaga ushlaydi? Endi qisqaroq javob Qisqa beraylik. emas, to'liq javob berish kerak. Marhamat, yana kimda savollar? Hozir manfaatlar to'qnashuvi haqida gapiraylik. Manfaatlar to'qnashuvi deganda tushunadigan narsam bu bitta korxonada, masalan, davlat tashkilotida, organ sohasida o'sha aka-uka yoki o'sha qarindosh urug'chilik, xudoanda va ishlashligi kelib chiqadi manfaatlar to'qnashuvi. O'sha masalan, akasi yoki qudasi kimdir o'sha bo'lim boshlig'i bo'lsa, o'shanda Unga bo'ysunuvchi. unga bo'ysunuvchi bo'lib qoladi. O'shanda manfaatlar to'qnashuvi kelib chiqadi. Agar boshqa tomonlama oladigan bo'lsak, masalan, organ sohasida ishlaydigan xodim, masalan, soliqda yoki boshqasida ishlaydigan xodimning qandaydir o'sha organ sohasiga bo'ysunuvchi amallar ham kiradi manfaatlar to'qnashuviga. Bozorlar sohasida masalan. Rahmat, yana kimda savollar bor? Savollar bo'lmasa, rahmat, hurmatli nomzod, ishtirokingiz uchun. Rahmat. Suhbat natijalari yuborilasining shaxsiy mumkin. Marhamat, Abirov Salhun Qobilovich. Abirov. Marhamat, hurmatli nomzod. Hurmatli nomzod, marhamat, o'zingiz haqingizda qisqa ma'lumot bersangiz. Men Abir Salhun Qobilovich, Angor tumani Yuqori Tog'li mahallasida tug'ilganman. Ma'lumotim oliy. Toshkent to'qimachilik va yangi sanoat institutida birinchi yil tamomlaganman. Ish faoliyatim Angor tumani pochtasida ishlaganman 1 yil. Hozirda 15-maygacha Angor tumani statistika bo'limida ishlab keldim. Rahmat, hurmatli nomzod, marhamat, sizga random dastur orqali 5 ta savol yo'llanyapti. Ushbu savollarga ketma-ketlik asosida yokida tayyor bo'lganingizda birinchi javob berishingiz mumkin. Har bir savollarga 5 daqiqadan, 2 daqiqadan vaqt ajratilgan. Marhamat, boshlashingiz mumkin. Birinchi savol. Hokim yordamchisi tomonidan qancha miqdorda kredit uchun tavsiya bera oladi? Hokim yordamchisi tomonidan 33 milliongacha kredit tavsiya beriladi. Yuridik shaxslarga 300 milliongacha kredit beriladi. Garovsiz. Garovsiz beriladi. Hokim yordamchisining asosiy vazifalari va faoliyati yo'nalishlari qaysilar? Hokim yordamchisining asosiy vazifalari tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash, kambag'allikni qisqartirish bu asosiy vazifalar uchta. Keyin 11 ta vazifasi bor hokim yordamchisining. Hokim yordamchisi tomonidan yengil konstruksiya issiqxonalar
o'rnatish uchun qancha miqdorda subsidiya ajratish belgilangan? Kichik yengil konstruksiya uchun 5 million 10 milliongacha miqdorda subsidiya ajratiladi. Faqat mahallaning o'sish nuqtalari tushunchasi 4-savol bu. Izohlang. Mahallaning o'sish nuqtasi bu mahallaning dreyverida bu. O'sish nuqtasi masalan qishloq xo'jaligi bo'lishi mumkin, chorvachilik bo'lishi mumkin. Mahallani daromadi, umumiy daromadi hisoblanadi shunda. Umumiy daromadi qaysi yo'nalishdanligini aholining ko'pchilik qismi Aholining umumiy daromadi shu mahallaning qaysi sohadanligi. qaysi soha bo'yicha daromad ko'p o'lchanishi. 5-savol subsidiya nima? Subsidiya bu davlat tomonidan beriladigan beg'araz nima? Ajratiladigan pul mablag' yoki mulk bilan beriladi. Qaytarib olinmaydigan yordam turi. Haqiqatdan bu pul shaklida ham, mana bu shaklda ham bo'lishi mumkin. To'g'riman deb o'ylayman. Demak, hurmatli nomzod, boshqa qo'shimchalaringiz yo'qmi? 5 ta referendum asosida berilgan qonun. Yo'q, e'tiroz. Hurmatli komissiya a'zolari, marhamat. Qo'shimcha savollar bo'lsa. Hurmatli nomzod, boshqaruvda strategik rejalashtirish degani nimani tushunasiz? Strategik rejalar bu masalan bir davlatni oladigan bo'lsak, strategiyasi bor. Aniq yo'nalishlari bitta reyestagi reja va nima g'oyalar. Shunday deb tushunaman. Mahallangizda xudo mahallaga o'tsangiz, hozir mahallangizda kelib chiqib qanday iqtisodiy ko'rsatkichlar qilasiz? Mahalla ishlaydigan iqtisodiy ko'rsatkichlar. Hozirgi endi Yuqori Xo'jaqiya mahallasi misolida aytib bersangiz degan savol. Hozir bu masalan nomzod sifatida Qaysi iqtisodiy ko'rsatkichlar bilan ishlaysiz mahallada? Aynan. hozir Yuqori Xo'jalik mahallasiga topshirganman. Yuqori Xo'jalik mahallasi yonma-yon. Iqtisodiy o'sish harakatlariga masalan chorvachilik bizda ko'proq shug'ullanadi. Kreditlar ajratamiz ularga, masalan chorvada mol olish uchun yo Umumiy tadbirkorlikni rivojlantirishga kiradi. tadbirkorlikni rivojlantirish. Ko'proq bu yerda dehqonchilikka ham ixtisoslashgan. dehqonchilikka, qishloq xo'jaligiga ixtisoslashgan mahalla. Shu ikkala yo'nalishni ko'proq ish faoliyatini olib boraman iqtisod. Shunda siz iqtisodiy ko'rsatkichlarni tasdiq qiladi. Ko'proq chorvachilik, qishloq xo'jaligi, ekin-tekin. Yana kimda savollar? Endi savollar subsidiya va kredit o'rtasidagi asosiy farq. Subsidiya bu hozir aytganimdek qaytarib olinmaydigan yordam turi. Kredit bu foiz bilan qaytariladigan kredit. Vaqt. Davlat tomonidan Foiz hisobiga beriladi. davlat tomonidan foiz bilan qaytariladigan kredit bu. Bu tarifi bo'ladi, shu muddati bor, shu tarifi, kredit tarifi deyiladi. Boshlanishidan tugashgacha. Rahmat, hurmatli nomzod. Suhbat jarayonida e'tirozingiz yo'qmi? Yo'q, e'tiroz yo'q. E'tirozingiz yo'q bo'lsa, rahmat sizga ishtirokingiz uchun. Suhbat natijalari sizning shaxsiy kabinetingizga yuboriladi. Rahmat. Botir aka, barcha nomzodlar bilan gaplashib bo'ldik, suhbatlashib bo'ldik. Suhbat jarayonini yakunlasak ham bo'ladi. Rahmat aka. Rahmat. Rahmat.